Keling ochiqchasiga gaplashamiz. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga qanaqa chiroyli rakurs tanlash, qanaqa chiroyli montaj qilishni o'rgatishni hojati yo'q. Buni men siz ham juda yaxshi bilasiz. Lekin sizda bitta muammo bor. Mijozingizni marketing budjetini metaga, trafikka sarflaysiz. Axvatlar olasiz, lidlar olasiz, lekin bitta mijoz jalb qilish narxi tobora o'sib boradi. Trafik ko'p, lekin maqsadli lidlarning soni kam. Oqibatida nima bo'ladi? Mijozingizni ro'yi, ya'ni investitsiya qoplanishi juda pasayib ketadi. Hadeb shunaqa bo'laversa, sizni LTV'ingiz, ya'ni bitta mijoz bilan ishlash davringiz tobora qisqarib boraveradi, 2-3 oydan oshmay qoladi. O'zingizga savol berib ko'rganmisiz, nimaga bunaqa bo'ladi o'zi? Ochig'i bozorda 90% dan oshiq SMM va media mutaxassislari tezkor dopaminga fokus qaratishadi. Qisqa videolarning algoritmi faqat e'tiborni, ya'ni attentionni tortib qolishga qaratilgan bo'lsa, qolgan etaplarga umuman ahamiyat berishmaydi. Mijoz qaror qabul qilish uchun trust leveli unda baland bo'lishi kerak. Ya'ni ishonch qura olishingiz kerak. Lekin siz mijoz uchun nima qilib beryapsiz? Vaqtinchalik hype bilan shug'ullanyapsizmi? Agar hype bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, bu sizni mijozingizni doimiy sotuvlar bilan ta'minlab bermaydi. Biz Momentum Group media agentligida davno bu narsadan voz kechganmiz. Biz mijozdagi faqatgina videoni qilib bergandan ko'ra data driven media ekotizimiga qaratganmiz va aynan shu xizmatimizni mijozlarga taklif qilamiz. Va bu ekotizimni markazidagi platforma YouTube hisoblanadi. Ko'pchilik YouTube oddiygina video hosting deb o'ylashadi. Aslida Google sistemasida eng samarali, ishonchli neyro tarmoq hisoblanadi. Agar siz haligacha faqat CTR, AVD ni hisoblab turib, faqat shuni o'zi yetadi menga deb yurgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Bugungi kunda 10% CTR, hatto 30% AVD dan oshgan bo'lsa ham, sizni kontentingizni ommaga targ'ib qilishga bu yetmayapti. O'zi YouTube algoritmining asosiy valyutasi session time ga qaratiladi. Bu nima degani? Agar sizni ko'rayotgan tomoshabin, ya'ni auditoriya, sizni kontentingizni ko'rib oladimi yoki yarmigacha ko'radimi yoki 10% ni ko'radimi, farqi yo'q. Sizni ko'rayotgan vaqtida platformadan chiqib ketsa, mana mashi session time hisoblanadi. YouTube uchun ham juda muhim auditoriya bitta platformada doimiy turishi va siz bu narsadan to'g'ri foydalanishingiz kerak. Misol uchun aytaylik, agar auditoriya sizni varonkangiz ichida qolsa, ya'ni help contentdan hub contentga to'g'ridan-to'g'ri sizni platformangiz ichida o'tsa, demak sizga YouTube yanada ko'proq e'tibor beradi va rekomendatsiyaga chiqishga imkoniyat beradi. Lekin buni teskari bo'ladigan bo'lsa, haligi aytganimdek, sizni YouTube ham unutadi va rekomendatsiyaga chiqarmaydi. Keling, buni men sizga misol qilib tushuntirib beraman agar tushunmagan bo'lsangiz. Bizda misol uchun Top 1% podkastimiz bor va hozirgi kunda o'rtacha ko'rishlar daqiqasi 20-30 daqiqa hisoblanadi. Auditoriya bizga bitta videoga 20 minut, 30 minut kamida vaqtini sarflayapti. Endi undan keyin biz qayerga olib o'tyapmiz desa, xuddi shu session time ga qaratilib urg'u berilyapti. Biz undan keyingi qayerga ketishini, qayerga borishigacha biz ko'rsatib beramiz va bizni ko'rayotgan vaqtida YouTube platformasidan chiqib ketmayapti va aynan shu platformada qolib, aynan bizning kontentlarimizni iste'mol qilishni davom etyapti va buni statistikasini hammasini o'lchasa bo'ladi. Endi tasavvur qiling, sizga bitta auditoriya o'rtacha 20 minutdan 30 daqiqagacha vaqtini sarflayapti. Bu sizni retention rate statistikangizga ta'sir qiladi. Bu degani bu auditoriya uje ilyapti sizga degani. Bunaqa istagan auditoriyani kontent varonkasi orqali bemalol siz Telegram botingizga bo'ladimi, sotuv bo'limingizga bo'ladimi, saytingizga bo'ladimi, siz yo'naltira olasiz. Ana shunda sizda haligi yuqorida aytganimdek leadlar yo'qotilishi, less rate juda minimallashadi. Agar siz mijozga shunchaki SMM emas, mana shunaqa raqamlarga asoslangan strategik matritsani taklif qilsangiz, sizni chekingiz $300 dan 2000-3000 darajagacha bemalol chiqa oladi. Chunki siz faqatgina qo'l mehnatini emas, ichiga soft qo'shgan holatda aniq raqamlar bilan, strategik matritsa bilan sotganingiz uchun bu narsani qiymati yuqoriroq bo'ladi. Ochig'i klient ham maza qiladi o'zi aslida bundan. Chunki natija olyapti. Lekin buni internetdan, har xil forumlardan yoki ChatGPT dan o'rganib bo'lmaydi. Buning uchun algoritmlarning ichini ochib, har xil platformalardan, misol uchun VidIQ, Social Blade degan platformalardan foydalangan holatda va ularni statistikani o'qishni bilgan holatda tahlil qilib o'rganish kerak bo'ladi va buni oti data mining deyiladi. Asosiy bizani eshelonimiz, bizani harakatga keltiruvchi narsa bu data. Agar sizda to'liqligicha to'g'ri data bo'lmasa, sizni qilgan ishlaringiz hammasi natija bermasligi mumkin. Siz kutgan natijani berish uchun real analitikaga ichiga kirib o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun men bozorda ozgina bo'lsa ham tajribasi bor mutaxassislarga YouTube matritsasi deb nomlangan intensivni ochishga qaror qildim
tizim va bu narsa offline bo'ladi. Bu yerda asosiy fokusimiz mastermindga va workshopga qaratiladi. Real analitikalar bilan shug'ullangan holatda offline intensivini o'tamiz. Bir haftada 3 kun har bitta intensivimiz 3-4 soat davom etadi. Notebooklar bilan aniq raqamlarni analitika qilishi va kontent voronkalarini nima uchun ta'sir qilinishini to'liq bozorni tahlil qilgan holatda o'rganib chiqamiz. Eng asosiyisini aytib qo'ying, men bu potokda faqat 10 kishigacha bo'lgan insonlarni qabul qila olaman, chunki har bitta case uchun alohida fokus qaratib shug'ullanganimiz uchun biz ko'p odamlarni qabul qila olmaymiz. Shu sababdan atiga 10 ta odamni olish niyat qilganmiz. Har bitta qatnashchini loyihalariga ichiga kirib, rentgen qilib, to'liq u bilan birga kontent arxitekturasini qurib berish menga muhim hisoblanadi. Intensiv bazasiga qo'shilish uchun, o'zingizga investitsiya qilish uchun $690 qilib belgilagan edik. Ammo bu potok uchun chegirma narxda $295 qilib belgilaganmiz. Agar siz bozorni boshqaradigan va mijozlarga to'g'ri taklif beradigan strategik insonga aylanmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldirganman, bemalol o'tib o'zingiz joyingizni band qilishingiz mumkin. Yana qanaqangidir savollaringiz bo'lsa, bemalol menejerga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Keyingi videolarda va intensivda ko'rishguncha